Men o'ylaymanki, hayot qanaqa, mana siz turibsiz, sho'rtiydi. Bitta daryo oqyapti, daryo muzdek, mutniy u. Pastda chuqurda o'sha yerda qayerdadir nimadir bor. Tam tilla bor, qopqon bor, ko'p narsa bor, ko'rinmaydi. Pastga sakrashingiz kerak. Xohlasangiz sakramang, shu yerda turing. To есть stabilность masalasida. Lekin suv sovuq. Suv sovuq, duh kerak sakrash uchun. Kutishdan foyda yo'q. Tanlovni hozir qilish kerak-da, ya'ni yo sakrayman deyish kerak, sakrash kerak, yo bo'ldi, men sakrayman, kiyimni kiyishga sho'rtda turish kerak emas u. Lekin ketish kerak, ya'ni qirg'oqdan-da. Masala nimada? Bu yerda kutgandan nimaga foyda yo'q? Suv elib qolmaydi, u sovuqligicha qoladi. Ya'ni odamlar mana dushanbaga nimaga qoldiradi deyish, ularni hayolida dushanba kuni o'sha ishni qilish osonroq. Ya'ni men dars o'tirishga dushanba kuni osonroq o'tiraman. Damingni olsam qiyinroq bo'ladi. Qiyinroq bo'ladi. Hech qachon osonlashmaydi ish. Umringizni oxirigacha dangasalikdan qiynalasiz. Umringizni oxirigacha erta turish qiyin bo'ladi. Umringizni oxirigacha kitob o'qish qiyin bo'ladi. Umringizni oxirigacha dieta tutish qiyin bo'ladi. Qaysidir kuni oson bo'lib qolmaydi bu narsa. Mana shu narsani tan olib qabul qilgan kuningiz balki hayotingizda nimadir o'zgaradi.